Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan sabzili tort tayyorlaymiz. To'g'ri eshitdingiz. Aynan sabzidan shirinlik tayyorlaymiz. Buning uchun bizga sabzi, un, shakar va paxta yog'i kerak bo'ladi. Sabzilarimizni tozalab, qirg'ichimizning mayda tishidan o'tkazib olamiz. Bu shirinlikni menga onajonim o'rgatganlar. Yoshligimizdagi eng sevimli shirinligimiz mana shu edi. Qirg'ichdan chiqarilgan sabzilarimiz tayyor. Endi uni xohlagan bitta piyolada o'lchab olamiz. Menda mana shu piyolada 4 ta piyola sabzi chiqdi. Endi 4 piyola shakar solamiz va 4 piyola paxta yog'i solamiz. Shakarni solib, uni yaxshilab aralashtirib olamiz. Paxta yog'ini yaxshilab bog'lab olganman. Yarim osh qoshiq iste'mol sodasi solamiz. Yaxshilab aralashtirib, un solib, xamir qoramiz. Bu o'lchamdagi mahsulotlarimga 2 kilogramm un ishlatdim. Idishim kichkinalik qilib, kattasiga almashtirib oldim. Kichik yordamchilarim ham yonimda. Mana shunday yumshoq xamir bo'ladi. Endi uni ustiga salofan yopib, biroz tindirib qo'yamiz. Biroz tingach, uni bo'laklarga bo'lib qo'yamiz.
Xamirimni yoyish uchun shu patnisdan foydalandim. Siz bemalol taxtada yoysangiz bo'ladi. Yoyib olgan xamirimizni xohlagan shaklimizda kesib olamiz. Shu holatda qaynoqqina pechga yuboramiz. Xamirimiz pishguncha uning kremini tayyorlab olamiz. Krem uchun bizga 1 litr sut, 1 piyola to'la-to'lmas un, shakar solib yaxshilab aralashtirib, so'ng gazga qo'yamiz. 4 kremimizni o'rta olovga qo'yib, quyuq holatga kelguncha pishirib olamiz. Quyuq holatga kelgandan so'ng 200 gram sariyog' solib yaxshilab aralashtiramiz. Krem tayyor. Xamirimiz un va yog'dan iboratligi uchun mana shunday bo'linib ketadi, hech narsa qilmaydi. Uni asta olib joylashtirib olamiz. Tayyor xamirlarimizga o'zimiz tayyorlagan moloko desak ham bo'ladi. O'shani surtib, chiroyli holatga keltiramiz. Tortimizning har bir qavatiga teng miqdorda o'zimiz tayyorlagan kremdan surtib chiqamiz. Chetlarini nima qilarkan deb o'ylab o'tirgan bo'lsangiz, mana chetlarini mana shunday ezib olib, maydalab, tortimizni ustiga sepib, chiroyli bezak beramiz. Ortib qolganini esa bolajonlarimizga bersak, mazza qilib karsillatib yeb olishadi. Tortimiz tayyor.
Agar video sizga yoqqan bo'lsa, kanalimga obuna bo'ling va yurakchani qizartirib keting. Kommentariyaga albatta o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Siz ham uyda tayyorlab ko'ring. Endi buni salofanga o'rab, bir kunga qoldiramiz va ertalab nonushtaga mazza qilib yeb olamiz. Yoqimli ishtaha.